Mavlud opa, farzand qachon ota-onasidan pul so'rashni to'xtatish kerak? Bitta narsa esingizda tursin. Qiz bola hech qachon ota-onasidan pul so'rashni to'xtatish kerak emas. Turmushga chiqsa ham, otasining uyiga kelib, bir nimalarni ilib ketsa, bu juda ham yaxshi holat. O'g'il bolalarni kuzatish kerak. Ba'zi bolalarda biznesmenlik xususiyati zo'r bo'ladi. Ular yosh bolaligidan pul topishga intiladi. Shu jihatlarini ko'mak berib rivojlantirish kerak va qachon ular pul topishni boshlaganda va nafaqat so'ramay qo'yganda, balki sizga ham pul olib kelib berganda siz pul berishni to'xtatishingiz mumkin bo'ladi. Lekin shunday bolalar borki, ularda pul topish, tadbirkorlik qilish xususiyatlari bo'lmaydi. Ularning tabiati shunaqa. Bunday bolalarga yaxshi ma'lumot berish kerak. Biron bir kasbni o'rgatish kerak va yaxshi, stabil ishga kirish uchun ko'mak berish kerak va oylik olgandan keyin ularga pul berishni to'xtatish kerak.